Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Qo'qon Stenka kiyim bozoridaman. Turli xil detskiy kiyimlar qatoridaman mana. Sizlarga bir qator shu optim joyda mana narxlarini ko'rsataman. Hozirgi mana bahorgi kiyimlar ko'rsatsam mana. Mana shimlarimiz necha pulda? Mana shu qizlarga. Qani egasi? Mana varyonka shimlar qanchadan? Yo'q, siz sotayotgan narxingizni ayting-da, pachkaga faqat. Pachkaga 38 dan. Pachkaga mana 38 ming so'mdan mana. 38 ming. Bunisi-chi? Puli 28. 28 ming. Buni necha yoshga tushadi bu? 3 yoshgacha tushar ekan. 28 ming so'm pachkaga mana. Hop, pachkada nechta bo'ladi bular? 3 ta. Pachkada 3 donadan bo'ladi ekan. Ha. O tepa pastsi, o o'g'il bolalar. Men taydi. Bular pachkaga 75. 75? 75 ming so'mdan ekan mana. Pachkaga mana shu ikkalar ko'rsatyapman, uchalasi. Rasvetkalari bor ekan mana. 75 ming so'm. Hop, bularni ko'rsataychi. Bular qanchadan? 28. 28 ming so'mdan mana ko'rayotganlaring. Mana ko'ringlarchi. Bularchi eng tepadaglar. Bular 38 ming so'mdan mana. Faqat pachka aytayotgan narxlarimiz faqat pachkaga mana. Narxga ayib qo'yilgan mana. Bu qancha ekan? Bu ham 38 ming so'm. Rasvetkasi ekan bu. Mana ko'ringlar. O'zimizga aloqaga chiqsalaring, shular aytilgan narxda mana pachkalarda kiyim yig'ib beriladi mana. O'zimizda kiyim yig'ib berish xizmatimiz bor. Nech pul deysa, shu narxda olib chiqarib olamiz. Faqat pachka. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.